Ayni ko'rib turgan joyingizdan mahalliy aholining ta'kidlashicha, sel suvlari qishloqqa qarab oqar ekan. Ayni biz turgan manzil Chiroqchi tumani Chambil mahallasi. Mahalliy aholi vakillarini bir necha yillardan buyon sel masalasi qiynab kelmoqda. Mana bu axlatlarni ham ko'ryapsiz. Bu axlatlar sel suvlari bilan birgalikda aholi xonadonlariga kirib bormoqda. Chiroqchi tumani markazidan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan Chambil qishlog'idagi mana bu ko'chada istiqomat qiluvchi fuqarolar yog'ingarchilik kunlar keldi deguncha ularni xavotir bosadi. Chunki adirlarda to'plangan yog'in suvlari mazkur joyda yig'ilib, pastlikka qarab oqadi va aholi yashash xonadonlarigacha kirib boradi. Sel suvlari bilan birgalikda loy va axlatlar ham oqib keladi deydi fuqarolar. Yillar mobaynida juda ham sel suvidan aziyat chekib kelyapmiz. Bir necha xonadonlarga kirib ketdi. Osmondan yomg'ir tushgan paytida mana shu tepalikka adirliklarga suv yig'ilib, to'xtashi bilan yo to'xtamasdan mana shu pastga og'ib keladi. Maktabga bolalarni kelishga xalaqit beradi. Bir necha xonadonlarga kirib ketib aziyat chekdi. Juda ham ko'p xonadonlar aziyat chekdi. Yo'llarda yurib bo'lmaydi. Mana darvozalarimizni oldiga qop bilan tuproq uyib, sop qo'yamiz, ichkariga kirib ketmasin deb betonimizni ko'taramiz. Bu yiliga shu sel bilan qo'shilib kelgan loyqa yana betonni ko'mib ketadi. Umuman bir yurishga imkoniyati yo'q. Tasvirlardan ham ko'rib turibsiz. Loy va axlat aralash sel suvlari ko'chadan ariq bo'lib oqgan. Bu ahvoldan charchagan fuqarolar esa o'z hisobidan mablag' yig'ib, mana bu beton quvurlarni sotib olishgan. Nech pul mablag' talab qiladi sizlarning muammolari yechilishi uchun? Bizlarga shu 150 millionlar atrofida mablag' to'g'ri keladi. Shu turbalarni yana qaytadan qo'yib olishimizga shu turbani. O'zimiz qistamizdan yig'ib kelganmiz mana shu turbalarni ham. Bu turba olib kelganimiz hozir 150 metrlar chamasi borda. Yana bir 100 metrlar bo'lsa, shu turbani joylashtirib olamiz, hech kimga xalaqit bermaydi. Yo'limizga ham xalaqit bermaydi. Aholini qiynayotgan muammoga yechim topish maqsadida biz mas'ullarga yuzlandik. Ularning javobi esa shunday bo'ldi. Chiroqchi tumani Chambil mahallasida shu bahorgi yomg'irlar natijasida sel kelish oqibatida yuzaga kelgan holatlarni bartaraf qilish uchun aholi tomonidan olib kelingan galereya turbalarini o'rnatish uchun hozirgi kunda mutaxassislar jalb qilib, texnikalarni jalb qilib yordam berish bo'yicha bizda ishlar olib boryapmiz. Mutaxassislar o'rganib chiqadi uni. Avvalambor keyin kerakli texnikalarni, kerakli nimalarni jalb qilamiz. 2025-yil kuzgi mavsumgacha ushbu hududdagi turbalarni to'liq ustunovka qilib, sel suv toshqinlariga qarshi ishlar choralar ko'rilishi bo'yicha ishlar olib boramiz. Xullas, bu masalaga yechim bor albatta. Mas'ul xodimlar qishloqqa kelsa, aholi dardini tinglasa, kerakli mablag'ni yo'naltirib, texnika va mutaxassislarni jalb qilsa, albatta tog'lik qishloq aholisining yana bir muammosi bartaraf bo'ladi. Biz mazkur mavzuni o'z nazoratimizga olamiz.